Mana do'stlar, Arslonbobni bozori. Mana savdo qilyapti. Suzalilar ana. Qurtob. Qaysini? Olyapsan? Bo'p, mana молодцы. Qanotlar mana. Sizlar haqiqiysi mana shu Arslonbobda bo'ladi. Qurtob haqiqiysi ham do'stlar, rayhonlik, achchig'i har xil bor ekan. Gullar. Ha, ko'ringlar, dahshat. Dahshat. O yerda asal bor ekan, asal ko'rsataman. Mana asal tozasi. Ko'rsatib qo'ya ekan, asallar propolis men ekan mana. Oho, bular mana. Qaraylar, dahshat. Asartilari bor mana. Aha. 7 xil narsasi bor ichida. Ichida aralashgan narsalar mana dorilikka. Bu yong'oq bilan asal. Nech pul bu shu turish aka? 350 so'mdan. 350 so'mdan. O'zingiz yetishtirasizmi asalda aka? O'zim yetishtirmayman, olib sotaman 25 yildan beri. Asal bilan shug'ullanasiz. Asal bo'yicha professor. Bo'ldi aka. Baxtiyor Karimov Solijonovich. Aha, Baxtiyor aka. Hamkaridan xursandman. Baxtiyor aka, Karimov aka mana. Solijonovich. Solijonovich. Professorlarda ilmiy otishtivasi. To'g'ri, Baxtiyor Solijonovich, asal fanlari doktori, professor aka. Ko'rdinglar-a, YouTube'dagilar. Mana do'stlar. Mana ramkadagi Arslonbobni haqiqiy toza asal. Do'lta bor ekan. Do'lta nech pul? Do'lta 500 so'm kilosi. Ha, kilosi 500 so'm. Ramkadan kesib bilan solib qo'yilganlar. Mana hamma yo'qda o'zini sortiman. Hamma yo'qda mana ekan 300 so'm 180. Bizga o'xshagan ko'rinish bir xilla deydi ekan, no. O'zi biladi ekan-da aka. Kilodalar desa bor. Ha, молодец. Zo'r. Kelinglar. Rahmat aka. Mana ertaman tortuvdim shu akam. Aka, qora xatlaringiz nechi pul? Erta bilan yegansan, mazasi. Keling, beringchi. Ko'raylikchi. Men hozircha yeyaverayim bemalol. Kilosi nechi pul shuningiz aka? Mana bu jannat olma ozginadan naq qo'shilgani kilosi 350, 320 qilib beramiz. Mana alichaniki bor. 300 dan bera olmaysizmi mana? Sizga beraymi, mayli. Bering, torting aka. 500 so'mlik bering bo'pti aka. Mana shuni o'zim tortasa chiqish. Mayli, o'zini tortingchi. 300 dan bo'lgan 375 so'mga. Ancha bo'ladi ekan. 370 so'm. Bo'ldi. O'zbek puliganmi? Yo'q, naq qirg'iz puli, naq Girt suz odammiz aka. Bo'ldi, mana 370 so'm, 5 so'mga ham rozi. Urmanov TV YouTube kanalidamiz aka biz. Sataymiz. Atingiz nima edi aka, yana bir aytib qo'ying. Abdugappar ekan. Mana akamiz bizga qurt tortyapti, mana qurtni ko'ryapsizlar. Arslonbob qurt ekan, mana 2 kilodan qilib tortib berdi. Kilosi 370 so'mdan. 370 so'mdan ekan mana. Haqiqiy Arslonbobga aka bu. Hamma shu yerda qurtdi. Ha, mana akamiz. Atingiz yana bir aytib qo'ying aka. Abdugappar aka ekan mana. Arslonbobdan kelaverasizlar. Mana shirin qora xatimiz bor mana aka, yumshoq. Haqiqiy ismosh ichkariroqda bo'ladi ekan mana yerda. O'lchab akasidan bo'ladi. Mana. Zo'r. Katta rahmat aka. Savdoingiz bersin. Bo'ldi vallahi. Yil turistik sezon yaxshi ilam aka. Endi boshlayapti. Boshlayapti aka, xudo xolasa. Boshlanish yomon emas. Zo'r aka. Rahmat aka, katta rahmat. Bo'pti, rahmat aka. Ketdik bos. Mana bizni mashhur bozordagi sotuvchi akamiz Xudoyberdi aka mana. Tuzingiz aka? Ha, aka, torting nimadan? Nimani reklama qilasiz bizga aka? Qora xatingiz nech pul? Hammasi reklama. Qora xatingiz bering. Kichkina yaxshidan berasiz. 350 so'm. Nimaniki aka bu? Boshqa qaytarib qo'ying shuni aka. Janata, alindagi kandil, shabron, nak hamma yo'q aralashma bunda. Ha, men qora xatda shirin ekan. Ammo shirin ekan, yeb ko'rdim. Raza shirin bu, mehmon bor. Tortinchi aka shuni turishida arzonroq qilib tortib bering aka. Ertaman ham kelgansiz arzon qilib beraman. 350 ni 320 qilib beraman. 250 qilib bermadingiz aka. 300 qilib bering, 300 qilib bering endi akamiz. Sizga mayli mehmon ekansiz, reklama ekan. Kechqurun chiqasiz aka, YouTube kanalimizdan. Qilib berdim 216 yetarmi qo'shing. Bo'ldi aka, bo'ldi aka. Mayli. Shuni olaylik. Mana akamiz bizga mana ko'p narsalar bor, mana boshqachasidan berdi. Mana kiraverishda do'stlar bilan keldik. Obязательно kesanglar, mana shu yerga uchranglar mana. Mana bizga
qo'shib berdi, yana tushib ham berdi o'sha akamiz. Xohlasa yana Gap yo'q. kechaylar bu yerlarga. Xohlasa aka. Arzon qilib beraveradi. Turistik sezon yaxshimi aka? Allohga shukr bo'lyapti, yaxshi. Mana aka. Hozir naryoqdan qaytgan. Yaxshi yetib. Katta rahmat aka, savdolar bersin aka. Mehmonlarni aytasiz. Обязательно. Ko'rdinglarmi? YouTube ko'ruvchilari sizlar uchun mana shu akalarimiz sizlarga taklif qilyapti. Turist sezon zo'r boshlanibdi. Xudo xolasa kutib olishadi ekan uylar, joylar hammasi. Xohlasamni bor deyapti. Do'stlar, bu Arslonbob. Обязательно kelinglar. Yevropaga borasizlarmi, Rossiyagami, Amerikagami birinchi Arslonbobga kelib ketinglar. Arslonbobga kelgan odam bu yer zo'rligini biladi. YouTube'da qancha reklama qilmaylik, lekin haqiqiysini kelib ketgan odam sezimdan biladi, xudo xolasa. Mayli do'stlar, mayli, yaxshi yetib olinglar, ha? Urmani TV kanallarida biz bilan birga bo'linglar. Arslonbobdan spes reportaj. Ana uka do'stimiz ham qolib qolmasin. Bo'ldi aka, o'yinchoqlarga o'tamiz albatta.